Mamlakatimizda hurmatli prezidentimiz rahbarligida xalqni rozi qilish, ularning farovonligi, yashash sharoitlarini imkoniyatlar yaratish katta ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Toshkent viloyatini barcha hududlarida bo'lgani kabi Oqqo'rg'on tumanida ham Oqqo'rg'on tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish Vazirlar Mahkamasining 437-sonli qarori asosida juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan mana bugun guvohi bo'lib turibmiz. Oram dam olish maskanining atroflari to'liq asfalt qilindi. Buni ko'rgan xalqimiz juda xursand, mamnun. Chunki bu yerga yoshlar, qarilar, ayniqsa mana shu odam mehnat qilib, charchagan paytda kelib, mana shu yerdan havosidan nafas olib, u tomonda Angren daryosi, bu tomonda ko'llar, mana bu insonni ma'naviy dam olishiga, qolaversa ularda hordiq chiqarish uchun katta imkoniyat, sharoitlar yaratilayotganidan darak beriladi. Darhaqiqat Oqqo'rg'on tumanida mana shu Vazirlar Mahkamasining 437-sonli qarorini amalga oshirish bo'yicha juda katta ishlar boshlangan, bular davom etmoqda. Mana yaqindagina boshqa yo'nalishlar bo'yicha kanalizatsiyani o'tkazish masalasi, korxonalarda ochilish imkoniyatlari bo'layotganligi, qolaversa ko'chalarimizni to'liq asfalt qilinishi bu juda katta imkoniyatlarni yaratib beradi. Buning uchun mana bitta narsani to'g'ri aytib ketishimiz kerak. Mana Oqqo'rg'on tumanida turizmni rivojlantirish bo'yicha juda katta imkoniyatga, salohiyatga ega bo'lgan tarixiy joylarimiz ham bor. Mana shu tarixiy joylarga keladigan turistlar ham albatta shu tumanimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish holatlarini ko'rib, u yerdagi yaratilayotgan sharoitlarni ko'rib, qolaversa eng yaqin bizi qo'shnilarimiz bo'lgan Bo'ka tumani, Quychirchiq tumanidan ham mehmonlar juda ko'p kelishadi. Muzeyimiz bor. Qolaversa mana o'sha tarixiy joylarimizga kelib chiroyli taassurotlar bilan, yaxshi taassurotlar bilan ketadi. Buning uchun albatta kommunikatsiya, qolaversa mana shu sharoitlar yaxshi bo'lishi kerak. Mana shu sharoitlar, imkoniyatlarni mana bugungi kunda ko'rib turib, hamma xalqimiz, yoshi qari xursand bo'layotganiga o'zimiz guvohmiz. Chunki insonga qancha sharoit, imkoniyat yaratilsa, u hayotdan mamnun bo'ladi, xursand bo'ladi. Qolaversa ertangi kunga ishonchi yanada ortadi. Mana hozir shunaqa holatlardamiz. Oqqo'rg'on tumani kundan kunga yasharib bormoqda, obod, ko'rkam bo'layotganligi albatta xalqning kayfiyatiga juda yaxshi ta'sirini o'tkazadi deb o'ylayman. Qolaversa mana hurmatli yurtboshimiz boshchiligida sanoatni rivojlantirish, ayniqsa mana shu investitsiyalarni olib kirish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilayotganligi. Jumladan Oqqo'rg'on tumanida ham mana shu Xitoy bilan qo'shma korxonalarda tashkil etilishi, Turkiya bilan qo'shma korxonalarda tashkil etilishi, bu yerda ishchi o'rinlarni yaratilayotganligi, xalqimizni o'sha moddiy manfaatdorligi, daromadi oshayotganligi, bu ertangi kunga bo'lgan ishonch, qolaversa o'sha xalqimizni yaxshi yashashi uchun katta omil bo'lib hisoblanadi deb o'ylaymiz. Qolaversa mana sportni rivojlantirish bo'yicha yoshlarimizga imkoniyat yaratilayotganligi, mana shu oromgohni to'liq loyihasi hozir ketyapti. Loyiha tugadigan zahoti mana Oram stadionini ham ishga tushirish imkoniyati bo'layapti. Bundan esa xalqimiz albatta xursand, mamnun.